Samolyot bilan bemorlarni respublika ichida ichki reyslar bilan bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga tashish tartibi qanday bo'ladi? Mana hozir biz aeroportga bitta bemorni перевозка qilib olib bordik. Lekin bemorni qabul qilishmadi, chunki biletni noto'g'ri olib qo'yishgan. Bemor tashilishi rejalashtirilgan kundan 3 kun yoki 4 kun oldin aeroportga boriladi. Bilet olishda albatta so'raladi. Reysda yotib ketadigan joy qilib bera olasizlarmi bemorga? Lejachi bemor bor bizada. Lejachi mestalaringiz bormi deyiladi. Agar yo'q desa, lejachi mestasi bor reysni kutiladi. Ana unda bemor uchun yotib ketishi uchun 3 ta bilet sotib olinadi. 3 ta bilet. Va uni yonida kuzatib ketuvchi o'zi uchun bitta alohida bilet sotib oladi. Ya'ni общий hisobda 4 ta bilet sotib olinadi. Ana o'shanda bemor yotib ketishi uchun sharoit yaratiladi. Mana hozirgi bemorimizda u yotoqdagi bemor operatsiyadan chiqqan, Nukusga ketish kerak. Toshkentdan operatsiyadan chiqib, Nukusga yotib ketish kerak. Ular bilet olgan, 2 ta bilet. 2 ta biletni bittasi wheelchair deb olingan, ya'ni invalidniy kolyaska. Invalidniy kolyaskaga bemorni o'tkazamiz desak, bemorda kuchli og'riq, bemor o'tira olmayapti. Aeroportning shifokori "Men bu bemorni uchishiga ruxsat bermayman" deyapti. Chunki bu o'tirib ketadigan reys bilan Nukusgacha 1,5 soat ketish kerak deyapti. Xullas kalom, bemor oxir oqibat перевозкаga qimmatli qilgani uchun Pitakdan Nukusga mashina gaplashib, mashinada yotib ketishiga to'g'ri kelyapti. Biz ukollarni qilib, og'riqsizlantirib berdik, Pitakka olib kelib berdik. Pitakda endi mashinaga yotib Nukusga ketyapti. Og'riqsizlantiruvchi ukollar ta'sirida. Shuning uchun albatta ichki reys bo'ladimi, tashqi reys bo'ladimi, aeroportdan samolyot orqali bemorni bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga siljitmoqchi bo'lsangiz, albatta biladigan mutaxassislardan maslahat so'rang. Salomat bo'ling.